Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun men sizlarga Karpak o'yinini ko'rsatmoqchiman. Bu menga mod versiyasi. Men ancha moshinani taxlab qo'yganman. Bo'lishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Bunda mashinalarni taxlashni men sizlarga ko'rsataman. Mana masalan, shu Mercedes birinchi yo'li tuningga kirib olamiz. Tuningdan mana 400 ming turgan motor bor, shuni sotib olamiz. Keyin OTR degan joyga kiramiz. 200 ming so'mlik turbo, twin turbo degan narsa bor, shuni sotib olamiz. 10 ming so'mlik balon, shular narsalarni sotib olayotganman. Narsalarni hammasini sotib olamiz. Qarab o'tiringlar. Bundan chiqamiz. Endi ana ekspertsion shu kiramiz, rangga bo'yaymiz. O'zimiz xohlagan rangga bo'yashimiz mumkin bu yerda. Men masalan mana shunday qilaman. Va bu yerda xohlaganlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Masalan shuni tanladim. Va bu yog'iga shuni tanladim. Tepasiga mana buni keyingisiga yetkazamiz. Xohlagan bayroqlaringizni qo'yishlaringiz mumkin. Men O'zbekiston bayrog'ini qo'yaman. O'zbekiston ham bor. Mana O'zbekiston bayrog'i. Balonni kattalashtiramiz. Xohlagan balonlaringizni qo'ysa bo'ladi. Masalan men shuni qo'ymoqchiman. Va buni ham bo'yasalaringiz bo'ladi. Qaranglar. Mayli, men qora qilib qo'yaman. Shu bilan mashinamiz tayyor. Endi bitta bu rul qayirishi. Endi bitta haydab kiramiz. Startni bosamiz. Player City'ni tanlayman. Davay ketdi. Endi tortishga bitta havo berib qo'yasizlar. Mana bu yerdan drift rejim ham bor. Drift ham qilib olasizlar.